Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz otaxonlar va onaxonlar, muhtaram yurtdoshlar. Bugun biz siz bilan hovlilaringizdagi tovuqlar va mollarni musodara qilishga qaratilgan yangi, shoshilinch qaror haqida batafsil gaplashamiz. Bu video orqali siz shunday og'ir vaziyatda o'z haqlaringizni qanday himoya qilish kerakligini aniq bilib olasiz. Menga juda ko'p odamlar murojaat qilishdi, xabarlar kelib tushdi. Xonadonlarga inspektorlar kirib kelayotgani, o'zimizning qon terimiz bilan boqib, har bir donasidan umidvor bo'lgan jonivorlarimizni tortib olishga harakat qilayotgani haqida noroziliklar ko'paymoqda. Davlatimizning qishloq xo'jaligiga yordam berish, aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash borasidagi qancha chaqiriqlari qulog'imdan ketmaydi. Hatto prezidentimizning o'zlari ham har bir hovlini kichik bir dehqonchilik markaziga aylantirishga da'vat qilgan edilar. Nahotki hozirgi vaziyat shunga to'g'ri kelsa. Yodingizda bo'lsa, siz azizlar, butun umringizni shu vatanga, shu xalqqa xizmat qilishga bag'ishladingiz. Har bir g'ishtni terishda, har bir daraxtni ekishda, har bir godakni voyaga yetkazishda sizning mehnatingiz, fidoyiligingiz bor. Pensiya yoshiga yetganingizda davlat sizga hurmat ko'rsatib, osoyishta hayot kechirasiz, deb va'da bergan edi. Lekin bugun nima bo'lyapti? Sizning qo'lingizdan shu jonivorlaringizni tortib olishga urinishmoqda. Bir paytlar har bir hovli, kichik bir davlat degan shiorlar qani? Bizning keksalarga bo'lgan hurmatimiz, ularni boshimizda ko'tarib yurish an'anamiz qani? Mahalla kezib, bir keksaning hovlisidagi bir nechta tovuq, bir ikki echkisi yoki sigirini tortib olishga urinish, bu shunchaki jonivorlarni musodara qilish emas. Bu bizning qadriyatlarimizga, keksalarimizning qadriga, ularning mehnatiga bo'lgan hurmatsizlikdir. Mana shu fikrlarim sizning ham yuragingizga yetib borgan bo'lsa, siz ham shu holatdan norozi bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni, qancha yildan beri hayvon boqishingizni, bu jonivorlar sizning hayotingizda qanday o'rin tutishini, shu holatga nisbatan shaxsiy tajribangizni yozib qoldiring. Biz sizning har bir izohingizni o'qiymiz va bu kurashda yolg'iz emasligingizni bilishingizni istaymiz. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz ham ushbu mavzu yuzasidan eng so'nggi ma'lumotlarni, huquqiy maslahatlarni va davlat organlari bilan muloqot qilishning eng samarali yo'llarini doimiy ravishda bilib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki sizning har bir savolingiz, har bir muammoingiz biz uchun muhim. Xo'sh, gap nimada? Epidemiologik xizmat favqulodda protokol 12 deb nomlangan yangi hujjatni e'lon qildi. Bu hujjat ularning aytishicha qush grippi yangi mutatsiyasining oldini olishga qaratilgan emish. Lekin bu protokolning asl maqsadi oddiy odamlarning tomorqa xo'jaliklarini butunlay yo'q qilishga qaratilgan. Unga ko'ra, shaharlar chekkasidagi hovlilarda ham tovuq va boshqa turdagi har qanday mol boqish qat'iyan man etiladi. Inspektorlar kerak bo'lsa, militsiya xodimlari bilan birga sizning uyingizga ruxsatsiz kirib, jonivorlaringizni hech qanday tovon pulisiz tortib olishga va 5 bazaviy hisoblash miqdorida, ya'ni 1.700.000 so'm miqdorida jarima yozishga haqli emish. 1.700.000 so'm. Tasavvur qilyapsizmi, qadrdonlarim? Bu qancha pensiya, qancha oylikdir? Bu qancha non, qancha ro'zg'orga darmondir? Pensiya jamg'armasidan keladigan pensiyasiz orga bir oydan ikkinchi oyga yetadigan, hatto undan ham kam bo'lgan oilalar uchun bu qanday og'ir yuk bo'lishini ular tushunishmaydimi? Axir, avvalgi vaqtlarda bunday narsalar mutlaqo xayolga ham sigmasdi-ku. Bizning bobolarimiz, momolarimiz doim hovlilarda tovuq, molqoy, echki boqib yashashgan. Ular uchun bu shunchaki jonivor emas edi. Bu tirikchilik manbai, ro'zg'orga yordam, nevaralarga bir piyola sut, bir dona tuxum berish imkoniyati edi. O'sha davrda hech kim ularning hovlisiga kirib, nima uchun jonivor boqdingiz deb so'ramasdi. Aksincha, mol boqish, dehqonchilik qilish rag'batlantirilardi. Har bir oila o'z hovlisida o'z ehtiyojlari uchun yetarlicha mahsulot yetishtirishga intilardi. Bu bizning milliy mentalitetimizning ajralmas qismi edi. Keksa yoshli kishilar, ayniqsa shu mehnat bilan o'zlarini band qilib, ruhiy xotirjamlik topishardi. Har bir donaga mehr berib, har bir jonivorning o'sishini kuzatish, bu ularning hayotiga ma'no bag'ishlardi. Bugun esa biz yangi, qaysidir ma'noda galati bir vaziyatga duch keldik. Davlat organlari go'yo kasallikning oldini olishni bahona qilib, sizning shaxsiy mulkingizga tajovuz qilmoqda. Keling, ochiqchasiga aytaveraylik, bu shunchaki qush grippi haqidagi tashvish emas. Bu aholining moddiy ahvolini yanada og'irlashtirishga qaratilgan yana bir urinishdir.
Pensiya jamg'armasidan keladigan pullar pensiya yoshidagi bir oilaning barcha ehtiyojlarini qoplay olmasligini hamma biladi. Shuning uchun ham ko'pchilik keksa avlod vakillari oz hovlilarda, tirikchilik tashvishida bir-ikki tovuq yoki mol boqib, ro'zg'orga oz bo'lsa ham hissa qo'shishga intiladi. Bu ularning nafaqat moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki ularni jismonan faol, ruhan tetik ushlab turadi. Ayniqsa qishloq joylarda, shaharlar chekkasida yashovchi otaxon va onaxonlarimiz, ularning aksariyati butun umrini qishloq xo'jaligida mehnatga bag'ishlagan. Ularning qoli ishga o'rganib qolgan, jonivorlarsiz hayotni tasavvur qila olishmaydi. Pensiya jamg'armasi tomonidan beriladigan nafaqalar ham ko'p hollarda arzimas. Masalan, Farg'ona viloyatining Qashqar mahallasida yashovchi Oltinbibi momoni olaylik. U kishi 8 yoshidan beri kolxozda paxta tergan, dalada ishlagan. Hozir 80 dan oshgan, pensiyasi 1 million so'mdan salgina oshadi. Oqli Rossiyada ishlaydi, qizlari oz ro'zg'ori bilan. Oltinbibi momoning hovlisida 2 ta qo'y, bir nechta tovuq bor. Qo'yning suti, tovuqning tuxumi unga dori-darmoniga, ozgina yegulik olishga yordam beradi. Momoning aytishicha, 7 nafar nevarasini tez-tez chaqirib, ularga tovuqning yangi tuxumidan, qo'yning sutidan berishni yaxshi ko'radi. Mana shunday onaxonlarning qolidan jonivorni tortib olish, bu ularning songi umidlarini tortib olish bilan barobar emasmi? Yoki olis bir tog'li hududdagi mahalla, masalan, Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan bo'lgan yoshi 80 ga yaqin bo'lgan boboni olaylik. U kishi butun umrini chorvachilikka bag'ishlagan. Uning bitta-ikkita buqasi bor, u yoqdan bu yoqdan yem berib boqadi. So'ngra ularni sotib, qishki gam tashvishini yopadi, nevaralariga kiyim-kechak oladi, ro'zg'orga kerakli narsalarni sotib oladi. Pensiyasi juda kam. Agar bu jonivorlar uning qolidan tortib olinsa, u qanday kun kechiradi? Uning yelkasidagi og'ir yukni kim yengillatadi? Davlat unga 1 million 700 ming so'm jarima solsa-chi? Bu jarima uning butun boshli bir necha oylik pensiyasini yutib yuboradi-ku. Bunday misollar juda ko'p, har bir mahallada topiladi. Ular jamiyatimizning eng zaif qatlami hisoblanadilar. Ular yordamga muhtoj, himoyaga muhtoj. Lekin afsuski, davlat bunday vaziyatlarda ularga yordam berish o'rniga ularning hayotini yanada qiyinlashtirmoqda. Bu qanday adolatdan bo'ldi? Bu qanday insonparvarlikdan bo'ldi? Qaysi turdagi pensionerlar eng katta xavf ostida? Albatta, shaharlar chekkasida, qishloq hududlarida yashovchi, asosiy daromadi pensiyadan tashqari, tomorqa va chorvachilikdan keladigan pensionerlar. Ular uchun bu jonivorlar shunchaki hayvon emas, bu ularning iqtisodiy mustaqilligi, ularning tirikchilik asosidir. Pensiya jamg'armasi har qancha harakat qilmasin, pensiya miqdorlari har doim ham hayot qiyinchiliklariga mos kelavermaydi. 1 million so'm, 1 million 200 ming so'm pensiya bilan o'zini ham, oilasini ham tejamkorlik bilan ta'minlash juda og'ir. Afsuski, qaysi toifadagi pensionerlarga pensiya oshirilishi mumkinligi haqida aniq ma'lumotlar berish hozirgi kunda juda qiyin. Chunki har yili pensiya indeksatsiyasi bo'lishi mumkin, ammo bu indeksatsiya ko'pincha narxlarning o'sish sur'atlariga yetib bormaydi. Shuning uchun ham odamlar o'zlarining kichik xo'jaliklariga bog'lanib qolishgan. Aziz yurtdoshlar, agar siz ham xuddi shunday vaziyatga tushgan bo'lsangiz, yoki sizning qo'shningiz, mahalla do'stingiz ushbu vaziyatdan jabr ko'rayotgan bo'lsa, iltimos, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Ularga nisbatan qanday munosabatda bo'lishganini, ular qanday choralar ko'rishganini va bunga qanday javob qaytarilganini batafsil yozing. Biz barcha izohlarni diqqat bilan o'rganamiz va keyingi videolarimizda bu ma'lumotlarga tayanamiz. Sizning har bir izohingiz boshqa odamlarga ham yordam berishi mumkin. Xo'sh, bu vaziyatda nima qilish kerak? Birinchi va eng muhimi, qo'rqmaslik. Sizning mulkingizga tajovuz qilish, sizni noqonuniy jarimaga tortishga harakat qilishsa, quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Birinchidan, har doim inspektorlarning xizmat guvohnomasini va sizga nisbatan qilingan harakatlarga asos bo'luvchi rasmiy hujjatni talab qiling. Ularning har qanday harakatini videoga yoki audioda yozib oling. Hatto oddiy telefon kamerasi ham yordam beradi. Bu dalillar kelajakda o'z huquqlaringizni himoya qilishda juda muhim bo'ladi. Inspektorlar uyga kirishga harakat qilsalar, uyimga kirish uchun ruxsat qog'ozingiz bormi, deb so'rang. Agar sud qarori yoki prokuror sanksiyasi bo'lmasa, hech kim sizning shaxsiy mulkingizga ruxsatsiz kira olmaydi. Ikkinchidan, agar sizning jonivorlaringizni tortib olishga harakat qilishsa,
Hech qanday hujjatga imzo chekmang, chunki u sizning aybingizni tan olishingizni anglatishi mumkin. Talab qilingki, ular sizning jonivorlaringizni musodara qilish to'g'risida dalolatnoma tuzsinlar va ushbu dalolatnomada musodara qilinayotgan jonivorlarning soni, turi, vazni va holati aniq ko'rsatilgan bo'lsin. Shuningdek, sizga yetkazilgan zararni qoplash haqida ham yozib qo'yishlari kerak. Agar tovon puli taklif qilishmasa, bunga o'zingiz e'tiroz bildiring. Dalolatnomaga tovon puli berilmadi, noroziman degan yozuv bilan imzo cheking. Uchinchidan, jarima solishga harakat qilishsa, sizning tushuntirishingizni yozma ravishda qabul qilishlarini talab qiling. Unda siz ushbu jonivorlar sizning tirikchilik manbai ekanligini, pensiya mablaglari yetarli emasligini, shu sababli sizga yordam kerakligini batafsil bayon eting. Jarima qarorini olganingizdan so'ng 10 kun ichida sudga shikoyat qilish huquqingiz borligini unutmang. Bu borada pensiya jamg'armasiga ham murojaat qiling. Ular sizning holatingizga befarq bo'lmasliklari kerak. To'rtinchidan, mahallangizdagi faollar, mahalla raisi va hokimlik vakillariga murojaat qiling. Ularning vazifasi sizning huquqlaringizni himoya qilish va sizning manfaatlaringizni himoya qilishga yordam berishdir. Ba'zi hollarda mahalla faollari yordamida inspektorlarning noqonuniy harakatlarining oldini olish mumkin. Bizning mahalla tizimimiz shunday noyob tizimki, u bir paytlar aynan shu kabi holatlarda odamlarning o'zaro yordamiga asoslangan edi. Hozir ham shu ruhni saqlab qolishimiz kerak. Beshinchidan, agar yuqoridagi choralar natija bermasa, zudlik bilan huquqshunosga murojaat qiling. Biz huquqshunoslar sizning haqlaringizni sud orqali himoya qilishga yayamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonunlar har bir fuqaroning mulk huquqini himoya qiladi. Hech kim sizning shaxsiy mulkingizga noqonuniy tajovuz qila olmaydi. Esingizda bo'lsin, faqatgina sudning tegishli qaroriga asosan mulkni musodara qilish mumkin. Aziz yurtdoshlar, davlat o'z fuqarolariga, ayniqsa hurmatli keksalarimizga gamxo'rlik qilishga majbur. Sizning bugungi ahvolingiz, sizning tirikchilik uchun qilayotgan harakatlaringiz, bu har birimizning vijdoniga tegishi kerak. Hayotimizda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, lekin bu bizning o'z-o'zimizni ta'minlash huquqimizdan mahrum etish uchun sabab bo'la olmaydi. Biz bu kurashda siz bilan birgamiz. Sizni himoya qilishga tayyormiz. Endi esa video boshida aytganimizdek, siz o'z huquqlaringizni qanday himoya qilish kerakligini bildingiz. Lekin savol tugiladi. Mana shunday og'ir vaziyatda davlatning g'alati qarorlari tufayli sizning qo'lingizdan bir burda nonni tortib olishga urinishsa, siz qanday yo'l tutgan bo'lar edingiz? Sizningcha bu vaziyatda nima qilish kerak? Izohlarda o'z fikrlaringizni kutib qolamiz. Hurmat va ehtirom bilan sizning huquqshunosingiz